Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Bugun mana Xudo xolasa fayzli xonadonimizda qiz uzatish marosimi, qizimiz Risolatxon qizimizni uzatamiz. Borgan joyda baxtli bo'lsin. Shirindan shakar farzandlarni onasi, otasi bo'lib yursa, mana kuyovimizni ham Xudo xolasa kutib olamiz. Alloh nasib qilsa chiroyli qilib 2 yosh baxtli bo'lsin, qo'sha qarab, serfarzand, serdavlat bo'lib, shularning rohatini birgalashib ko'rib yurish hammamizga nasib qilsin. Yana bir bor to'ylarimiz muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun fayzli xonadonimizda eng quvonchli kunlardan biri Risolatxon qizim, kuyovim Doniyorjon bilan baxtli bo'lishini, hayotligi to'rtta shirin bo'lishini tilayman. Ilohim tushgan xonadonidan fayz barakalar amasin, hayotligi shirin bo'lsin. Nimaki yaxshi tilaklar bo'lsa hammasini farzandlarimiz uchun tilayman. Ilohim tushgan joyida baxtli, saodatli yashashini tilab qolaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qo'shilgan to'ylarimiz Allohning o'zining xayriga qilgan. Qizimiz baxtli hayot kechirsinlar, kuyovimiz bilan baxtli bo'lsinlar. Serfarzand, serdavlat bo'lsinlar. Borgan joylarida chiroyli hayot kechirib, kuyovimiz bilan xursand bo'lib yurishlarni nasib ro'za aylasin. Qizimiz baxtli bo'lsinlar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Yana bir bor to'ylarimiz muborak bo'lsin. Allohu akbar. Risolatxon bilan kuyovim Doniyorjon
qo'sha qarishsin, tushgan joyida baxtli saodatli hayot kechirishsin, hayotligi shirin bo'lsin, rahmatli eshitadigan qo'llarga qonlina xizmat qiladigan jamiladan bo'lsin ilohim. Umidki yaxshi niyatli bo'lsa hammasini shu farzandlarimiz uchun tilayman. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا baxtli bo'lishsin. Sizlar tabriklab qo'ying. Qizimiz baxtli bo'lsinlar ilohim. Qalbi chiroyli bo'lib, qo'sha qarib, ikki dunyo saodatini bergan nabiralarni bizga taqdim qilsin. Amin. Risolat qizim, navara kuyovim bilan baxtli bo'lsin iloyo, qo'sha qarsin, serfarzand, serdavlat bo'lsin iloyo. Shu xonadonga borib, iloyim faqat rahmat eshittiradigan qiz bo'lsin, kelin bo'lsin. Shularning qalbiga, yuragiga kirib borsin. Kelin emas, qizdek kirib borsin. I know a place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know where we gonna go. I was just calling to see if you're free to run away with me. To run away with me. Don't tell your friends, we'll let them know we're safe later on. The road's calling, sun on our skin, sleeping under stars when it's gone. I was just calling to see if you're free to run away with me. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya Rabbim Allohim, yaratgan o'zingga ham sano tasbihlarimiz bo'lsin ilohim. Bizni chiroyli xilqat qilib yaratib, juftlarimizni topib, farzandlarni berib, so'yintirgan Allohimga ham sano bo'lsin. Farzandlarimizni ketidan mana chiroyli nabiralarni berding. Allohga yana bir kara ham sanolarni etdik. Mana kun kelib, o'ylari yetib, nabiralarni ham kamolini ko'rishlik kunlar kelgan ekan. Allohim muborakbod qilsin ilohim. Ilohim xonadoningiz Gulixon hamisha yaxshiliklar bilan to'la vasila bo'lsin ilohim. Hamisha shu xonadonni to'g'rida duo qilib o'tiring. Allohim sizga sevib bergan farzand nabiralaringizni kamolini birgalikda ko'rish, sizni yaxshi kunlaringizda yoningizda turish hammamizga nasib qilsin ilohim. Ya Rabbim Allohim, mana nabiramizni bugun Risolatxonni bugun mana Risolat oqshomida mana hammamizni yig'ilib chiroyli niyatlar bilan kirib keldik. Chiroyli tilaklarimizni bildirganmiz ilohim. Yoshlarimiz, bolalarimiz qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Ilohim, kutub yozib, palay yozib mahallani eng oldi kelin kuyovlaridan bo'lsin ilohim. Hamma farzandlaringizni rohatida rohatlanib yurishni Alloh o'zi nasibiga ro'za aylasin. Ya Rabbim Allohim,
Ya Rabbim Allohim, o'zing tanimizni sog' qilgan, umrimizga, rizqimizga o'zing barakalarni bergan. Shu xonadondan qilingan ihsonlarni Alloh o'zi dargohida qabul qilsin. Shu xonadondan o'tib ketganlarni Alloh rahmati shoistayi jannatlardan qilgan bo'lsin. Qolgan hammani salomat qilsin. Ilohim yotgan kasallarimizga Allohim o'zi shifoyi komil bersin. Ikki qatlarimizga oq yo'l bersin. Farzand so'raganlarga chillaxona murodxonalarda Allohim niyatlariga yetkazib farzand ne'matidan ato qilsin. Ilohim xonadoningizdan hech qachon farzand chiroqlari o'chmasin. Allohning baytlariga qadaminglar uzilmasin. Ilohim hamisha yaxshiliklarda yurishlarni Alloh o'zi nasib qilsin. Chiroyli to'ylar bo'lsin hammamizning xonadonimizda. Rabbana atina fid dunya hasana fil oxirati hasanatan qina azabannar. Rahmatga arhamar rohimin. Amin. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar mana shu fayzli xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar, mezbonlar, duogo'y otalar, ojotalar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Nag'ara to'ylar muborak bo'lsin. Mana bugun biz qadrdon akamiz, Doniyor akamiz xonadonlarda to'y ekan. Doniyor aka, to'ylar muborak bo'lsin. Aka tabriklaymiz. Baxtli bo'lsin. Alloh xayrli qilsin. Chin yurakdan tabriklaymiz. Mana qadrdon do'stlaringiz turishibdi. Yoningizda rizzo bo'lsin. Bolalar rohatini ko'ring ilohim. Hozir qadimiy kuyovlarimiz kelib qolishadi. Ungacha bir chiroyli qo'shiq aytib turamiz. Hozirgi birinchi aytilgan qo'shig'imizni mana bu yerda o'tirgan duogo'y hoji otalarimiz o'tirishibdi. Ichkarida mana hoji onalarimiz o'tirishibdi. Baxtimizga ota-onalarimiz sog' bo'lsin, ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Uzoq yillar davomida duogo'y bo'lishlarini tilab qolamiz. O'tganlarni Alloh rahmat qilsin, qolganlarning umri uzoq bo'lsin. Kechamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Hozir aytilgan qo'shig'imiz ota-onalarimiz uchun ota-ona haqidagi qo'shig'imiz bilan kechamizni boshlaymiz. Marhamat. Dunyolardan dunyo emas, hikmat topdim otajon. Sizga farzand bo'lmoqdayin, omad topdim otajon. Mehringizday ados yo'q, ne'mat topdim otajon. Suyanganim tog'im mening, otajonim otajon. Yo'limga mushtog'im mening, mehribonim onajon. Farzandlarning kamol
ko'nglimning quvonchi Kamon o'qib bilan Laylayin dardimga parvo Qilmading kulgu bilan Oyning 15 qorong'u 15 yog'du bilan Umrini oshiq hamisha o'tkazar orzu bilan Uylamaganlar soliha qizlarga uylansin. Sizlarning yaxshi kuninglarda bizga xizmat qilinglar. Ota-onalar rohatinglarni ko'rsin, mana shu jamoa bilan umra haj safarlari qiling.
Duo qiling, siz boshlang. Alhamdulillah, Robbim kunni xayrli barakatli qilgan. Amin. Alloh xayr qilsin, barakot bersin, yoshlarimizni qo'shirardir Alloh. Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Doniyorxon muborak bo'lsin. Alloh xayr bersin, yaxshilik bersin, nigohi abadiy qilsin. Ulug' kunlarda turishimiz, maqomimiz ulug' narsa. Xonadonimizni bulbulini, go'zal qizini olib ketyapsiz. Ilohim baxtli, saodatli bo'ling. Payg'ambarimiz alayhissalatu salomdan muborak bir hadis. Barakallohu lak va baraka alayk va jama'a baynakum fi xayr. Alloh sizga barakot bersin, xayr bersin. Ikkala uylarning o'rtalarini Allohning inoyati bilan jam qilsin. Allohning ulug' bo'lgan ne'mati, shirindan shakar farzandchalar bilan sizlarni siylasin. Ilohim etagingi soliha zurriyotlarga to'lsin. Bu zurriyotlar katta bo'lsin, unsin, baxtli bo'lsin. Qiyomat kunida inshaalloh izzat tojini kiydiruvchi ulug' bir sharaf bersin. Bu ulug' kunlarda inshaallohki payg'ambarimizga ko'p salovatlar aytaylik. Payg'ambarimiz alayhisalomdan muborak salom borki, muborak salovat borki, Alloh taolo oyati karimasida astaizu billah innalloha va malaikatuhu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Sadaqallohul azim. Dar haqiqat Alloh va uning farishtalari o'z payg'ambari ya'ni Muhammad alayhisalot va salomga salovat aytganlardek ey iymon keltirganlar, siz ham o'z payg'ambaringizga salom va salovatlar ayting. Inshaalloh qalblarimizda, tillarimizda ushbu zikr bo'lsin. Bu salovat bilan inshaallohki keladigan ziyon zahmatlarni Alloh qaytarsin, balolarni qaytarsin, jami balolardan hifz qo'rg'on bersin. Tillarimizga Allohning zikrini jo'qsin, peshonalarimiz sajdali, tillarimiz kalimali bo'lib o'tsin. Ilohim qo'shqaninglar bilan qo'sha qartirib, Alloh baxtli, saodatli qilib, bu baxtli saodatni har ikki taraf ham ko'rib, baxtga, quvonchga to'lib yursin. Ilohim jami dunyoning yaxshiliklari sizga bo'lsin. Qizimiz bilan baxtli, saodatli, iqbolli, shariati islomiyada istiqomat qiluvchilardan aylab, sizlarni baxtli saodatingizni ko'rib, har ikkala taraf ham ko'rib, quvonib, hammamiz birga sherik bo'lib yurishini Alloh nasib etsin. Alloh rahmat, salomat bo'linglar, baxtinglarni beringlar, xush kelibsizlar, marhamat. Mana aziz mehmonlarimiz tashrif buyurishdi. Mana kuyov bolaning qadrdon do'stlari, eng yaqin do'stlari tashrif buyurishdi. Xush kelibsizlar, to'ylar muborak bo'lsin. Mana bugun Doniyor akamizning xonadonlarida katta to'y marosimi, mana qizlarini uzatyaptilar. Ilohim baxtli bo'lsin, 2 yosh qo'sha qarsin, to'ylar muborak bo'lsin. Chin yuragidan tabriklaymiz. Alloh xayrli bo'lsa ilohim nikohligini kechamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Avvalambor Rasulimiz, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salomlar, salovatlar bilan kechamizni boshlaymiz inshaalloh. Marhamat. Aytsam ismini xardam, xasta dilimga malham. Sallallohu alayhi va sallam. Nuri ziyo Muhammad, mehriga ya Muhammad. Sallallohu alayhi va sallam. Aytsam ismini xardam, xasta dilimga malham. Sallallohu alayhi va sallam. Sarvar koinotdur, mahshar kuni najotdur. Sallallohu alayhi va sallam. Aytay bir kunda ming bor, yana ming bor takror. Sallallohu alayhi va sallam. Qalbim shohi Muhammad, dil hamrohi Muhammad. Sallallohu alayhi va sallam. Nuri ziyo Muhammad, mehriga ya Muhammad. Sallallohu alayhi va sallam.
وسلم سرور کائنات محشر کنه نجات صلی الله علیه وسلم aytay bir kunda ming bor yana ming bor takror sallallohu alayhi vasallam qalbim shohi Muhammad dil hamrohi Muhammad sallallohu alayhi vasallam nuri ziyo Muhammad mehragi ya Muhammad sallallohu alayhi vasallam qalbim shohi Muhammad dil hamrohi Muhammad sallallohu alayhi vasallam nuri ziyo Muhammad mehragi ya Muhammad sallallohu alayhi vasallam imon yo'lin oqlagan Qur'onni quchoqlagan miskin ko'nglim ovlagan hoji odam Muhammadga ummatlarim qalbi pok g'animatlarim jannatiy ne'matlarim hoji onam obidasda qo'lida joy namozni to'rida saxovat har yo'lida hoji otam xonadonim nuri otam farishtalar huri onam jannatda toj kiydirayin hoji onam duogo'yim sarishtam oyingiz ko'zga sursam boringizga ming shukr oq libosli farishtam hoji bo'lgan hoji otam hoji bo'lgan jonim onam muborak bo'lsin bu kun hoji otam hoji onam ehrom tashlab egniga labbayka Alloh degan Ka'bani tavof qilib shaytonga toshlar otgan yaxshilikka yuz burgan savob ortidan yurgan jannatdan qasr qurgan hoji otam sabr bardoshli otam mehri quyoshli onam hoji akbarim otam hoji anbarim onam xonadonim nuri otam farishtalar huri onam jannatda toj kiydirayin hoji onam duogo'yim sarishtam oyingiz ko'zga sursam boringizga ming shukr oq libosli farishtam hoji bo'lgan hoji otam hoji bo'lgan jonim onam muborak bo'lsin bu kun hoji otam hoji onam duogo'yim sarishtam oyingiz ko'zga sursam boringizga ming shukr oq libosli farishtam hoji bo'lgan hoji otam hoji bo'lgan jonim onam muborak bo'lsin bu kun hoji otam hoji onam
bor yo'g'ini bizlarga berib ulg'ayibmiz shunda kun o'tib dadajonim yuribmisiz bor biz kerilib duoingizni har kun olib uyimiz to'ri doim to'lib dadajonim onamning ko'zida kulgusi sizlar-ku axir baxtning o'zi bizlarning oilamiz ildizi dadajonim umr bersin sizga xudo so'rab namozlarda duo kam bo'lmadik qilmayin nido dadajonim 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 siz borki o'zim zabonim kulsangiz dunyo kular qalbimga o'zingiz madorim dadajonim dadajonim qiblagohim qalqonim xasta bo'lmang hech qachon axir siz suyargan tog'im Aleyküm assalom. Aleyküm assalom. Allah sizlarga kelin muborak qilsin. Ikki tomonga xayrli qilsin bolam. Allah razı olsun. Hocanın dua İlahi amin. İlahi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya Rabbim Allah'ım. Yo'dan bor qilib, chin musulmon qilib, bizani chiroyli xilqat qilib, o'zingga bandab, sevimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat qilganing uchun ham Allohga ham sano tasbihlar aytamiz. Mana bugun xonadonimizda chiroyli nikoh to'ylari bo'lib o'tyapti. Bu nikoh to'ylarining sababchisi Doniyorjon bolamiz bilan Risolatxon dengiz tubida eng chuqurida yotgan chig'anog'imizni olib chiqishga muhayyo bu jonlari muvaffaq bo'ldi. Shuncha chig'iriqlardan o'tib, kuyovlarning ichida tanlab Hazrati Alidek qalb Doniyorjonni biz ham tanladik. Ilohim bilan muhabbatni ilohim xayrli bo'lib, xayrli nikohlarga vasila qilsin. Yoshlarimizni qo'sha qarisin ilohim, baxtli bo'lsin. Yana yil shu kunlarda alla bolamlab beshiklar olib borish hammamizga nasib qilsin. Hammanglar to'y deb Chillaxona Murodxonalarga yaxshi niyat bilan kirib keldinglar.
Ilohim farzand talablarga Allohim chiroyli o'g'il qiz ikki dunyo saodatini olib beradigan nabiralar farzandlar bersin. Ilohim ikki qatlarimizga oq yo'l bersin. Uylanmagan o'g'il qizlarimizni baxtini chiroyli qilsin. Qizlarimiz Oysha onamizdek o'g'illarimizga kelinlar nasib qilsin. Ilohim qizlarimizga Hazrati Alidek zabardast kuyovlar nasib qilsin. Hamma o'ylagan niyatlariga yetsin, baxtli bo'lsin. Ilohim hech kimni xonadonidan farzand chiroqlari o'chmasin. Allohning baytlariga hech qachon qadaminglar uzilmasin. Ilohim amin. Ilohim Robbana atina fid dunya hasanat fil oxirati hasanatan qina azabannar. Rahmatga arhamar rohim. Allohim nikohlarni muborak qilsin, xayrli qilsin, baxtli bo'lsin yoshlar. Amin. Rahmat sizlarga ham. Sog' bo'linglar.
وجعلنا من المسلمين قرك دعا qiling. Xayran bi fazlika va karamika. Doniyorxon kuyovli maqom muborak bo'lsin. Amin. Sarpalorini xayrli qilsin. Amin. Baxtlaringiz chiroyli, go'zal bo'lsin. Amin. Alloh taolo ala tatma'inu bi zikrillahil qulub. Ogoh bo'ling. Allohning zikri bilan qalblar orom olur degan. Inshaallohki bu zikr bilan hayotingiz mazmunli bo'lsin. Amin. Baxtli bo'lsin. Kalomli bo'lsin. Zikrli bo'lsin. Shukrli bo'lsin. Ulug' ne'mat bo'lmish shirindan shakar farzandlari bilan Alloh taolo sizlarni siylasin. Baxtinglar doim to'kis bo'lib yursin. Izzat tojini kiydiruvchi solih farzandlar ko'ringlar. Ikki taraf ham quvonib, baxt saodatga erishib yurishindan nasibdan. Allohu akbar. Bolalarning haqqiga Amin. Kuyov jo'ralarimiz, qadrdonlarimiz, ukalarimiz, ahli islom birodarim, bu ukalarim hammalarini Doniyorxondagi yo'llarini ochgan bo'lsin. Osmondan 40 yigit baxt yo'lini tushirgan bo'lsin. Hammalariga solihay solihalardan, shokirai masturalardan o'zlariga xos keladigan, mos keladigan jufti halollar nasib qilsin. Allohu akbar. Rahmat. Muborak bo'lsin balam. Devali qo'sha qari. Ilohi amin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ya Rabbim Allohim yo'dan bor qilib chiroyli inson xilqat qilib yaratganing uchun ham Allohimga hamd va sano tasbihlar bo'lsin. Ilohim Allohim hammamizni bugun shu xonadonga yaxshi niyatlar bilan ranjida qilib keldik. Bugun mana navaramma nikoh to'ylarini chiroyli sizlar bilan birgalikda o'tkazdik. Ilohim xayrli nikohlardan bo'lsin. Ilohim Allohim sevib bergan nabiralarimizni Allohim baxtini juda chiroyli qilib bersin. Yaxshiliklarga to'la xayrli qilib bersin. Kuyovlarning ichida guli qudam tanlab qalbi go'zal chiroyli Hazrati Alidek mustahkam baquvvat tarozni mahkam ushlaydigan kuyovlarni tanlagan ekanlar. Allohim xayrli bo'lsin, qo'sha qarisin, ilohim baxtli bo'lsin. Yani yillarga alla bolamlab 5 yil borish bizga nasib qilsin ilohim. Yoshlar baxtli bo'lsin. Gulixon chiroyli duolaringizni eting. Farzandlarim, navaralarim, navara kuyovim Risolatxon bilan Doniyorjon qo'sha qarisin, baxtli saodatli bo'lsin, ser farzand, ser davlat bo'lsin, mustajob bo'lsin. Shu xonadonga kelin emas qiz bo'lib borsin. Iloyo shularni shirin hayotlarini hammamiz birgalikda duolarga qo'l ochib yurishlikni Alloh nasib etsin, solih farzandlar bersin. Amin. Yo qudalab yoda bizni hammamizga ko'rib yurishlik Alloh nasib etsin. Bosib kelgan qadamelarga Alloh ajr mukofotlari bo'lsin. 2 yosh qo'sha qarsin, baxtli saodatli bo'lsin ilohim. Baxtli bo'lsin. Qalbimizni qo'rini ushlatib berdik Doniyorjonga. Kulib turgan kundaysan, bugun go'yo oppoq atirguldaysan. Shu on senga qarab sira to'ymasman. Kelinliging bo'lsin muborak qizim, shu so'zlarim qolsin endi yodingda. Qadam qo'ymoqdasan o'z hayotingga. Kelinliging bo'lsin muborak qizim, bugun o'lan aytilmoqda sen uchun. Yor kuyib
otalaring duo qilsinlar. Ilohim amin. Ilohim amin. Boshlagan to'ylarimizni Allohim o'zing xayrli qilgin, barakotli qilgin. Amin. Yoshlarimiz qo'sha qarsin, o'zidan ko'payib baxtli hayot kechirsin. Ota rozi, Xudoim ham mendan men roziman, baxtli bo'lsin. Allohu akbar. Ko'p bo'la. Allohning omonatini ehtiyot qiling, baxtli bo'linglar. Allohu akbar. Baxtli bo'linglar. Chehralari kulib turgan ko'ndaysan. Bugun go'yo oppoq atir yo'ldaysan. Shu on senga qarab sira to'ymasman. Kelinliging bo'lsin muborak qizim. Shu so'zlarim qolsin endi yodingda. Qadam qo'ymoqdasan o'z hayotingga. Duodaman har kecha-yu ko'rsin. Kelinliging bo'lsin muborak qizim. Bugun bilan aytilmoqda sen uchun. Yo'l kuyi chalinmoqda sen uchun. Otaqiydan ketmoqdasan oy qizim. Baxting tomon yetmoqdasan jon qizim. Aytilmoqda sen uchun. Yo'l kuyi chalinmoqda sen uchun. Bahor bugun keldi qo'shilar oy qizim. Endi ota uyiga mehmon qizim. Endi yoring yonidagi yorisan. Alloh bergan qonsin ko'zim. Kelinliging bo'lsin muborak qizim. Bugun olan aytilmoqda sen uchun. Yor kuyi chalinmoqda sen uchun. Ota uyidan ketmoqdasan oy qizim. Baxting tomon yetmoqdasan jon qizim. Bugun olan aytilmoqda sen uchun. Yor kuyi chalinmoqda sen uchun. Bahor bugun keldi o'sha oy qizim. Endi ota uyiga mehmon qizim. To'ylar muborak bo'lsin. Malaka, baxtli bo'lsin.